Hurmatli kanalimiz kuzatib o'tirgan aziz do'stlar, Man servisidan keldik. Shu yerda bir Kamishk Hamburg kafemiz bor. Bilasizlarmi? Shuning yonida 4-qavatda yangi domda remontdan chiqib, turibdi chiroyli bo'lib. Shu joyimizga obzor qilib beramiz. Hamma narsasi bilan detskiy ploshatga mashina qo'ygan park qilib, hamma narsamiz bor. Ishi domimizda bo'ladi yurtdoshlar. Bemalol telefon olib ketamiz. 4-qavatga keldik. Xudo xolasa 4-qavatda 4 xo'jalik bo'ladi ekan yurtdoshlar. Har qanday xo'jaliklarimiz, eshiklarimiz yurtimizning eshiklarimiz ham sifatli eshiklardan o'rnatilgan. Zamonaviy hozirgi oxirgi model eshiklar yurtdoshlar. Yurtimizning hujjatlarimiz bitta joylashgan. Hamma narsasi zerkalni kirgandan berimiz prixoshkamiz, pestlarimiz yurtdoshlar hamma ajoyib topli pol bellarimiz. Bera bir ko'g'ini prixoshkasi o'tirib bersangiz, mebelni chiroyli bo'lib turadi yurtdoshlar. Yanimizga kelaversak, yanimizda ayollarimiz uchun oshxonamiz bo'ladi endi yurtdoshlar. Lyustralarimiz hamma narsamiz. Duh katollarimiz bir mebel kerak bo'ldi, bo'lgani beri yurtdoshlar. Bellarimiz ham ajoyib. Hamma narsasi tayyor holda. Yevrotamirdan chiqqan eshiklarimizni ko'rtirsangiz, eshiklarimiz ham zamonaviy hozirgi trenddagi eshiklardan bo'ladi. Bu yanimizda xudo xolasa samozel hojatxonamiz bo'ladi. Do'stlar, yurtimizning unitaz hamma narsa bir umumiy qo'yib bersangiz bo'ldi. Gap yo'q, boshqasi ajoyib bo'lib turibdi. Aristonimiz ham bor, ayoldan Aristondan. Ular ham hamma narsasi bor. Do'stlar, bu yana kelaversak, xudo xolasa bu yanimizda yurtimizda bir xonasi bo'ladi, ya'ni spalnisi bo'ladi bu. Lustralarimiz qisdirilgan, aziz do'stlar, lustralarimiz, perdelarimiz, hamma narsamiz bor. Devorlarimiz ham ramka qilib o'tirilgan, ajoyib bo'lib. Devorlarimizga gap yo'q. Ramka qilib, chiroyli bo'lib o'tirilib turibdi, do'stlar. Yanımızda, xudo xolasa, bu yanımızda yana bir xonasi, eshiklarimiz ham shu oppoq eshiklardan ajoyibgina zerkalli eshiklardan do'stlar. Bu yanımızda kelaversak, xudo xolasa, bu yanımızda endi mehmonxonasi bo'ladi. Kvadrat metrdan keladigan bo'lsak, 60 kvadrat metr bo'ladi, aziz do'stlar. Yurtlarimizda hammalar ramka etib, chiroyli bo'lib o'tirilgan. Patologlarimiz ham ko'ringlar. Lustra hamma narsasi tayyor holda. Yurtdoshlar, narx ekranda yoziladi. Joyimizga like, podpisatsiya, yaqinlarga ulashni yoddan chiqarmanglar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Umidimiz hammaga nasib qilaversin shunday joylarimiz.